Narxini necha pul dedingiz? 35 million. Yo'q, buni narxini. Ya kelishtiribdi endi aka, sal xudo xayringizni bersin. Siz aytingchi necha pul? Aylantirmaymiz. Bo'layotgan savdo qilamiz. Faqat qo'shlik pulari yo'q. Bir ishlaylikchi. Bo'layotganini so'ragandan keyin qo'shdik bu menda. Savdo qiladigan qilib qilaymi? Yo'q, bo'ladigan qilib so'rang. Mayli, mayda chuyda qilmayman. Tekis baravar 25 million berib qolaman. Yo'q. Ochiq yuring. Yo'q. Aka. Juda chiroyli narx so'radim. 25 million. Yomon so'ramadim aka. Ismingizni ayting aka? Mansur aka. Amri nimasi qoldi aka? Dodlatib so'rab turmang. 25 million Mansur aka. Ha? Yo'q aka. Qo'shaman, mayli. Faqat sotganimcha sizga emas. 1 million qo'yib sotib olaman. Nima deysiz? Bo'lmaydimi? Kam bo'ladi. Yo'q, Mansur aka. Menimcha zo'r so'ra. Bitta chaqib turib turingda. Men bitta aylanib keladi. Qochib ketchi. Ya, bu ham chirib ketdi yana. Chem sarg'ayib. Yana tepishgan. Aka, buni kami qolmabdi-ku buni. Yo'q, kam bo'ladi. Chiroyli so'raman. 25 million so'radim aka. Qo'shingga biron nima yo'q. Ya, biron nima qo'shaman, faqat sizga emas. Sotgunimcha qo'shay. Dal so'ra, dal gaplashaman dedingiz, dal narx aytdim. 25 million chotga so'rab turibman aka. Birdan dangal tushmayotgan qilib so'rayman deganingiz o'tib so'raysiz o'yladim-da. Ye? Keyin siz 5 million qaytarib ham beraman demoqchi bo'lgansiz, ha? Ya o'tib beraman. Generaldan pulni o'tib beramanmi dedim. Ha, gap yo'laga. Men sodada azroq xabarim bor. Men yerda xabarim bor dedim-ki, charqitda bir tepib qo'yadi-da. Hech bo'lmasa bir 26 so'rayaptilar. Yo'q. 26 sotaman aka. 25 zo'r so'radim aka. Holati bilan chiroyli so'rab turibman. Yana bitta guling aytaman. Undan ag'ay qochari yo'q. Mana mard gapiraman-da. Mard kelsangiz mardda. Dalga dal. O'sha uchun aytaman. Mard so'rasam mard bera olasizmi mana shuni? Yo'q, hozir aytdim-ku. Ya, buni yana so'raman. Endi so'rab hozir qanday? Xo'p, va'da berib yana So'rasizlarmi? yo'q, aytib so'rayapman. Bildim, Necha pul o'yladingiz? Xayollingizga nima keldi? sotayotgan pulingiz emas. Boyaga aytgan sotaman shu narxga degan narx. Ya, unday o'zingiz ko'tara olmayman narxingizni. Yo'q. Bu odam juda sho'siri. Bu odam juda sho'siri. Agar uni so'rasam bersiz aniq. Aka, unday qilmanglar. Zo'r so'radim 28. Ya 1 millionga qaramanglar endi. O'sha 1 million rizq qilib qo'yib qo'yaylik shuni. O'g'illarmisiz? Yo'q. Og'aynim ukasida. Og'aynim to'yini aytgan. Ko'pdan beri kuzatasiz. Ha, yo men. Qancha vaqtdan beri kuzatasiz? To'g'risini ayting qani? Shu yanvardan boshlab kuzatasiz. Ha, shu yil 2000. Ha, qoplamaydi. Men aka 3 yildan beri ishlayapman. Siz qayerga yuribsiz? Endi bilib qoldim. Ya kuzatib yurganda podpiska bo'lmagan. Yana podpiska bo'lganman. Ya joni sog' bo'lsa hazillashaman-da. Osiyo ustiga ham podpiska bosib qo'ying. Ya bosilgan ham. Bosilgan, yashang. Bo'ldi, mayli aka. 29 ga barakalaringiz bormi? Oling. Shu yigitni gapi Toshkentdan shuncha hurmat qilib kelibsiz. Hurmatini Xo'p, obzorni aytib ketaman. 2010-yil Nexia 2 Lux 5 konditsioner gibrid motorga. Propan qo'yilgan, mashincha oldi orqasi yaxshi turibdi. Bu degani uslitrlar o'ziniki radme turibdi. Orqasi pechati bilan turibdi. Kapot, kirila, eshiklarni zangga ishlov berilgan. Kimdir olsa 30 million, 29 million olindi, 30 million sotiladi. Mana men haydayman degan ichimizga bo'lsa chiqinglar. Bo'lmasa Instagramga qo'yib yuboramiz. Oluvchi bo'lsa ko'rsin.